Assalomu alaykum. Bugun biz Okean Sonic Resortga joylashdik. Seven Day Travel. Shu nomer karat bilan kiriladi. Kirganda xalat, ikkita sumkacha, seyf, tapichkalar beradi, rezinoviy nattali. Mini bar, hech narsa yo'q ichida. Choy bilan kofilar. Kofe yo'q, choy bor. Har xil jasmin bor, qora choy, ko'k choy bor ekan. Krujka, tifal, hammom. Rakvina ikkita beryapti. 4 ta suv qo'yilgan ekan. Shuvadigan, qoladigan. Losyonlar bor ekan. Hech qolgan narsada chochuvlar. Dusha, leyka, kattagina hojatxonasi. Narsiz joyda. Shkaflarda qo'shimcha hech narsa yo'q. Qo'yish uchun televizor uncha emas. Xonaning общий plandagi ko'rinishi ozgina eski ekan, ko'tarilgan. Joylari lekin oppoq toza. Nyuanslardan bittasi, mana bitta ochiq zona ekan. Faqat mana bu shtorka bilan yopilar ekan. Qolgani o'zi ochiq, skvoznoy ochiq. Bu shtorka ham orqa ko'rinadi, mana shunday ko'rib turibdi. Endi bu ikkita tanish kelsa yoki qanaqadir hijolatli odamlar kelsa, bu ancha battar hijolatga rol o'ynaydigan narsa bo'lib qolibdi-da. Mana bitta рабочий zona bor ekan. Mana bitta sofa, detskiy kravat qilsa bo'ladi agar aniqlab bilan kelinsa. Endi shunga qarasha просто bu haqiqatda bilmadim endi kimga na любителя deydi-ku. Telefon, televizor pultlari chiqqanda balkonga balkonda joy bor, ikkita kreslo. Sushilka bo'lsa kerak bunda. Yana bitta zo'r nyuanslardan bittasi. Jakuziga o'xshagan vanna ham balkonda. O'tda o'tirib cho'milib, hamma bilan salomlashib o'tirsa bo'ladigan joy ekan. Basseyn 10 gacha ishlaydi deb ko'rdim obzorda bir. Hali o'zim so'raganim yo'q. Yaqinda joylashdik. 5 yulduzi. Eski otel, renovatsiya bo'lmagan. Bu yerda mana shtorka, bu yerda ham shtorka bor ekan, shu boyagi prozrachniy shtorkadan. Buni tushirib qo'ysa, bo'limini yopilar ekan. Mana kechasida hamma ish qilsa bo'lar ekan.